Pulingiz ko'p bo'lgani bilan sog'lig'ingiz bo'lmasa bir tiyin. Siz uyingizga, ya'ni farzandingiz, o'zingiz, oilangizga mana bunday sport anjomlarini olasiz. Qarang, bu sog'lom hayot. Har xil 15 million, 20 million so'mga telefon olgandan ko'ra buni yarim puliga olasiz. Telefonni yarim puliga ancha narsa ochasiz bo'ladi. Kimga mana shunday sport anjomlari kerak bo'lsa, narxlar bilan sizlarga to'liq ma'lumotlar beramiz. Mana bu tomonda tennis institutlarimiz bor ekan akalar. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rsalaring, hammasi narxlar bilan ma'lumot beramiz. Dastlabkilari qayergacha, narxlari qanchadan deganlar uchun biz unda boshlayveramiz. Ro'shanbek qolmaganda yaxshi. Ma'murjon akami obunachilariga, Ma'murjon o'z kanalining obunachilariga bonuslar dastlabkilar tekin qilib beramiz. Dekabr mana yangilam kelyapti-da, bonus katta bo'lyapti. Bonuslar bo'ladi. Qarang aka, birinchi o'rinda mana hozir ikkovlari akalarimiz kelishdi, sirasi tennis o'ynashyapti. Qarang, ham qiziqish, hamdan tashqari nima deydi? Qon tez aylanadi. Mana akalarimiz ancha mashinada yuraverib, qon aylanmay qolgan, sog'lom bo'ladi. Xo'p, ma'lumotga keladigan bo'lsak, narxi 1.600.000 so'm, laminat matviy bo'ladi. Shari sinmaydi va sig'anmaydi. Chekkalari aka kromka bo'ladi, stanoyda bostiriladi. Bundan tashqari aka bu setkalari, keyin qo'llarda rakatga shariylari bilan bonus qilib beriladi. Agar sizni obunachilaringiz uydan olib ketsa, narxini 1.400.000 qilib beraveramiz. Shu yerdan olib ketish 1.400.000. Agar Toshkent, misol Vodiy bo'ylab Toshkentgacha bo'lsa, uylargacha mutlaqo bepul aka. Optimga ham berilaveradi. Taydan akalar bor. Keyin buni yig'ishtirib olib qo'ysangiz ham bo'ladi aka, yaxshi tomoni. Bundan tashqari aytganimizdek, mana qonni bor aka-ukalarimiz uchun Qani bularni qorin yo'qotgani, mana shuni aytadigan bo'lsak aka, shu o'tirib boshida mana shu holatda ishlatsa, yog'lari ketadi. Press chiqarish uchun mana shu holatda ishlash kerak bo'ladi aka, uning uchun. Ichi mana. Ancha pressga foydasi bor. Endi yosh kattalar, ayollar boshida o'tirib jicha harakat qilsa, keyin yog'lari erib ketadi. Endi ot mingani hamani ham vaqti bo'lmaydi, keyin hidi kelib qoladi, borishmaydi ot mingani. Ot bilan barabar deyiladi. Narxi 1.5 million. 1.5 million so'm. Uyni ichiga olib kirib qo'ysa bo'ldi, svet kerak bas. 1.5 so'mga qayerlargadir dastlabki beramiz. Dastlabki bor. Misol O'zbekiston bo'ylab bor. Samarqand, Xorazm qolgan joylarga shahar markazigacha, lekin Toshkent shaharlar atrofigacha dastlabki bor. Shahar markazigacha. Xo'p, turnirlarda aytadigan bo'lsak aka, 8 ga 4 profil, o'shalik navislarga ishlatiladigan qalin profildan, stenkalari ham qalin, kraskalar parashkoy bo'ladi. Xo'p, turbalari nержавейка bo'ladi, shilinmaydi aka, aqa-baqa zanglamaydi, shunisiga e'tibor berasiz. Keyin undan tashqari past arjimaniya bor, past baland arjimaniya bor. Bu yerda bor ekan mana. Bunday qilib ishlaydi, shug'ullanishaveradi. Nechta funksiya bo'lyapti? Bitta, 4 ta, 5 ta bor ekan. 10 tagacha qilsa bo'laveradi, o'zi ketaveradi funksiyalari. Endi qarang mana, belida grijasi borlar, mana shu holatda osilib tursa, grija ham ancha qo'yib yuboradi. Ichkisi bor, tashqisi bor. Bundan tashqari bolalarda bo'yiga qarab bemalol moslab berasiz. Misol buni pastga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Tepaga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Mana qo'lda orqasiga ishlatsangiz ham bo'ladi, gurtga, pressga ishlatsangiz ham bo'ladi. Bunimizni narxi aka Sh2 deyiladi. Narxi 1.800.000. 1.800.000. Dastlabki bor. Buni afzalligi qarang, hozir imkoniyatingiz shunga yetdi. Keyinchalik yana plus bo'ladigan bo'lsa, bu yerda teshiklar qoldirilgan. Misol mana mushoyda qo'shsangiz bo'ladi. Alohida sotib olsangiz, o'zlari qatirib olishaveradi. Zo'r ekan. Funksiyalari. Hamma o'zini bo'yiga moslab ko'chiraverar ekan, yaxshi. Domni ichiga olib kirib foydalansa o'zgarar ekan. Ha, o'zgaradi. Domni ichiga olib kirsalar ham bo'ladi aka, tushadi. Uyda ichiga. Bundan tashqari mushoyli varianti deganlarga, mushoyli varianti 2.300.000 bo'ladi. Shitidan tashqari, agar shiti bo'ladigan bo'lsa, 3.100.000 so'm. Shit, turning brus, arjimaniya, mushoy koja bo'ladi. 3.100.000 so'm. Ikkalasining farqi qancha bo'lyapti shunda? Mana agar u arzonroq ekan, mana o'sini olgan yaxshi ekan, mushoyga. Ha, mushoyligi bo'lsa 2.300.000 aka. Agar shiti bilan bo'lsa 3.100.000 bo'ladi. Zo'r ekan. Tayyor gamplik, hamma narsasi bor. Undan tashqari aka mana mashinasi bor. 2.5 million so'm mushoy karavasigalagi shiti bo'ladi. Buni pastga tushirib qo'ysangiz ham bolalar bemalol tashaveradi. Yosh bolalar ham 4 yosh, 3li. Men 4 yosh qizim o'zi o'ynaydi shuni. Bemalol. Qon tez aylanadi aka, shuni tomonlari bor. Keyin yana birorta narsa qo'shadigan bo'lsa, bemalol qo'shib ketaveradi. Misol telefon qilishadi, lakassa tashashadi aka, vodiy bo'ylab bo'lsa 1 so'm pulsiz uylarga borgandan keyin ko'rim deb olishaveradi, keyin pulni berilaveradi. Ishonch tomonlama. Ishonchli bo'ladi, berib yuboraveradi. Oldindan pul shart emas ekanda. Berib yuboriladi. Endi uzoq joyga, misol Qashqadaryo boshqa joylarga oldindan olamiz, chunki uzoq joy bo'ladi. Shuning uchun aka. Manzil Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahar, Kamina Taxtabozon oldi. 24 soat uyda odam bo'ladi, keladi telefon qilib qo'ysa, chiroyli qilib yuklab beriladi. Endi uzoq joyga qana shilinmasdan boradi. Qani pulni yig'ib berasiz-da, upakovka qilib. Xohlasa yig'ib beramiz, xohlasa shu holatda. O'ziga xohishlari. Ha, taklangan holati ham bo'ladi. Ovorib yig'ib berishadi ham bolalar. Taklansa, joy o'g'irlanmaydi endi, yaxshi. Upakovka holatda boradi, salafan tortib
Endi mana Zo'r. hozir tennis stolda yana bitta afzallik tomoni biznes qilib qo'ysangiz bo'ladi aka. 30 ming so'mdan 50 ming so'mgacha soatiga qo'yishyapti uslugaga. Bir kunda 150 ming 200 ming topaveradi joyiga qarab. O'rtacha 5 soat qo'yadigan bo'lsa shunaqa narx bo'ladi. Zo'r. Ikkita uchta qo'yib qo'ysangiz, joiz bo'lsa pul aylanib turadi aka. Zo'r. Xudo xolasa nali ichida siropmi bundan? Bor, tayyorlari bor. Shuni Zakaz qilsa bo'ldi. Bo'l, chiqarib beraveramiz. Zo'r. Akalar nomerlari pastida bo'ladi, ekranimiz pastida bo'ladi. Bemalol bog'lanaverasizlar. Zakaz qilmoqchi bo'lganlar uchun manzillarimizni aytdik. Sog' bo'ling bo'lmasa, Tan joyingiz yaxshi kunlar sog' bo'lsin. ko'rishaylik. Sog' bo'ling.